Yo'lda mashina haydash qiyin emasmi? O'ziga yarasha qiyinchiligi bor-ku, haydasa bo'ladi. O odamni ko'rsatku, o odamni. Ko'rsat. Shu odam bitta oyog'i yo'q, bitta oyog'i protezda haydab oldi shu yilini mana. Tirikchilik qilib ishdan qaytyapti. Tanishim bo'ladi. So'ra Dilshod aka qattiq haydaysiz. Dilshod aka qattiq haydaysiz. Dilshod aka bu protez oyoq bilan bu samokatni haydash, ya'ni velini haydash qiyin emasmi? Yo'q, oson. Haydasa bo'ladi. Haydasa bo'ladi. Qarang, eng uzoq necha kilometrgacha yurgansiz bunda? Eng uzog'i eski Chashmigacha borib keldim. Eski Chashmigacha bir 30-35 kilometr bor-a? Bor. Borib keldingiz. Borib keldim. 70 kilometrga velida protez oyoqda. Borib keldim. Protez oyoqda mashina velida borib keldingiz. Protezda mashina velida borib keldim. Qattiq ishlaysiz o'zi forma? Men tibbiyot sohasida ishlayman. Hozir ishdan chiqib to'g'ri sport zalga o'zimning sog'lig'imiz uchun shug'ullanishga kelyaptim. Shunda poliklinikada ishlaysiz? Ha, poliklinikada ishlayman. Bitta oyoqda bo'lsa ham ishlab tirikchilik qilib protezda ham ro'zg'or. Tirikchilik qilyapti. Farzandlardan nechta? Farzandlardan ikkita. Ikkita. Bir o'g'il, bir qiz. O'g'il. Ikkalasi ham o'g'ilmi? Ikkalasi ham. O, bo'g'atchi ekansiz. Siz o'rinbosaringiz bor ekanda. Qarang aka, siz protez oyoqda bo'lib turib mana ko'rdik. Stol tennis o'ynayapti ekansiz, undan tashqari ishlar ekansiz, undan tashqari veli minar ekansiz. Aka sog'lig'ini qadriga yetmayotganlar, oyog'ini qadriga yetmayotganlar uchun biroz bitta chirin gapdan. Yo'qotilgan narsani o'rni hech qachon to'lmaydi. Borida qadriga yetadi.